Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana shu navbatda Damas'imizni ham sotdik. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imizni akamiz Qo'shnoboddan aka. Qo'shnoboddan. Akamizga Qo'shnobodga sotdik. Boshlang'ich qancha bilan chiqarib berdik? 200 dollar. Boshlang'ich 300 dollar bilan chiqarib berdik. Boshidan 200 dollar beryapsiz. 200 dollar. 200 dollar beryapti. 15 kun ichida tashlab beradi. 15 kunda 100 dollar olib berasiz. Akamiz 15 kunga yana 100 dollar olib beramiz deb 22 Damas'chamiz 12lik balonlarda mashinamizni holati zo'r. Bittagina petnachasi bor mashinamiz. Propani bor, gaz balon. Boshlang'ich 300 dollar beryapti. Oylik graflar 2 million 300 ming tashkil qiladi 5 yilga. Hamma xarajatlar ichida, nomer gaz sug'urta, hamma xarajatlar ichida. Aka, mashkuringizga mening mashin zo'r, nasibsa. Nima deb qolasiz biz obunachilarga? Nima deysiz? Obuna bo'lsin, olsin, yaxshilik kunlariga minsin, xalqqa qulay ekan, menga o'xshaganlar. Shunday. Oyligi ham arzon, Oyligi ham arzon. boshlang'ich ham juda ham arzon, tayyor mashina akalar. Kimga qanaqa mashin kerak bo'lsa akalar, mana bizda mashin ko'p. 2015, 2014 Damas'larimiz ham bor. Variantga ham chiqarib beramiz. Boshidan 1.5 ming, 2 ming bersa, mana 2024larimiz ham bor. 200-300 dollarga chiqadi. 24larimiz ham bu tarafda tayyor bo'lgan. Boshlang'ich arzon 200 dollardan to 1.5 ming, 2 ming dollargacha mashinalarimiz bor. Batafsil ma'lumot pastga telefon nomerlarimizni yozib o'tamiz. Bemalol telefon qilyapti. Mashinalar akalar mana. Xohlagan turdagi mashina, kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa kelaverasizlar. Manzilimiz Samarqand shaharda, Yangi yo'lda, Sagdiyanada, Yangi yo'lda. Bemalol telefon qilaverasizlar. Lokatsiyani tashlab beramiz. Keyin olayotgan odamning azoblanishi pasporti toza bo'lishi kerak, kredit tarixi. Buni proviz bo'lsa arziyatini yaxshi bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa bitta layklar bosib, tanishlarga yuborib qo'yamiz. Tog'amiz minib ketyapti. Sog' bo'lasiz.